Farg'ona, Marg'ilonda hali bunaqa bo'lmagan emas. Butun O'zbekiston bo'yicha hali bunaqa bo'lmagan. Libboy bitta bo'yicha vizit beraman. Bir o'nda firmaga tegishli ko'rishlar ham eng oxirida chiqqan DD motorli, Remy emas, Pachinni motorli 8 kilolik avtomat mashina olib kelib qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Katta baraban, kichkina baraban emas. Buni narxi o'zi bozorda 480 500 dollar bo'lib turgan paytda men nerealniqda arzon qilib qo'ydim. Ham optim so'raganlar uchun, ham donaga ham bir xil narx. Eng qizig'i Farg'ona yetkazib polni bepul O'zbekiston bo'yicha bor dastavkamiz. Manzilda oxir aytaman. Buni narxini aytishdan oldin shu videoga like bosib qo'ying hamda bizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'pchilik ulgurmay qolyapti. Telegram kanaliga o'tib o'shda hamma kanallar skidga qilyapti. Pastlikasini qoldirib qo'yapman. Bu narxi o'zi atiga skidkada sizlar uchun 300 dollar qilib qo'ydim. Manzilimiz Farg'ona Center kiyim bozorining oldi qatori. Turman svetofordan Bozorstangacha qarab kelingizda bu yoqda birinchi ravot. Mana bemalol kirib ko'rasizlar. Ravot oldiga yetmasdan chap qo'l yuramiz hamda Premier magazin. Mana bu tushib oldingiz. To'g'ri kirganlaringda işte 10 qo'lda manzilimiz. Bemalol kelsalar ham katta asartirgan tovarlarimiz bor.